deb qo'ygan. Hamma etaj shunaqa bo'ladi. O'zgaz yo'limiz oldidagi Titanik deb nom chiqargan qizil donlardan. Shundoq kirasiz. Katta prixoshkasi. Prixoshkadan kirganingizda bu yerda chapda sanuzi. Sanuzi bunisi keyingisi bu mana bitta xonamiz. Har kim o'zini tiga moslab gastovoy qiladimi, boshqa qiladimi qilsa bo'ladi. 3 xonali uyimiz. Mana. Bu kuxnya. Kuxnya. Mana kuxnyamizda balkonimiz mana. Balkon bu 6-etajda joylashgan. Bitta xonamiz gulxo'y xolos. Bu ham mana gastovoy mehmonxonamiz desak. Bu xonamiz mana bu xonamiz gulxo'y faqat bitta. Bu bitta yotoqxona, spalniya qilsa bo'ladi. Duxkonturniy katyo, отоплениyalar hammasi joyida. Mana shkaflarimiz. Hammasi o'zgacha. E'tiborlar uchun rahmat.